Demak, Darvozani keng bo'ladi. oldi ishimizni bitta ko'rishadi, keyin xudo xolasa zakaz berishadi inshaalloh. Ha, bizda shunaqa aka, bizda 60 Keyin- mingta turkman turadi. Qarshidan ham 60 kilometr o'tib ketasiz Turkmaniston tomonga. Cho'l zonada bizniki aka. Ya bo'ldi. Aka O'zbekiston xaritada sizda bo'lsangiz bo'ldi. Besplatniy olib o'rnatib beramiz. Aka muammo yo'q. Zarlarga yetib olib berasiz. Qarochi ko'p gaplar nima qilmaysizmi? Men hozir rasmini tashlay, o'yinnikini ertaga tashlayman. Siz bilan ertaga gaplashamiz. Obedga vaqtingiz bo'ladimi? Bo'laveradi, aka. Xohlagan mahalimiz telefon qilib gaplashaveramiz, aka. Ha, ko'rasiz. Qarochi ishim qizib ketyapti-da, keyin mana aka 2 qavatli ham orqa tekis bo'ladimi yoki 3 qavat tekis bo'ladimi? Xo'p, 3 qavatliniki tekis bo'ladi. 3 qavatli. Agarda siz oldi orqasini bir xil ko'rinishda qilib bering desangiz, sal qimmatroq bo'ladi. Oldini ko'rinishi nima bo'lsa, o'sha burchak, o'sha sifat, o'sha kачество qilib, xuddi orqasiga o'tsangiz ham oldida yurgandan yuradan qilib ham chiqarib bera olaman, aka. Agar puligacha desangiz bo'ldi. Oldi gulli bo'ladi, orqasi tekis bo'lishi kerak menga. Orqasi tekis juda bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, aka. Bo'lmasa orqasi tekis qilib, oldini o'sha bezalar bilan chiroyli, sifatli qilib chiqarib beraman, aka. Aka, uyimni tashlay, uyga qarab siz menga aytasiz. Bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Bo'ladi deb ba'zi aytgan foydasi yo'q. Zo'r bo'ladi, gap yo'q, aka. Tashlayvering. Xo'p, aka. Rahmat aka. Xo'p, aka, sog' bo'ling. Ukamlar menga aloqa chiqyaptilar. Darvozangizni fan etaman, Abdulhay. Sizni anchadan beri kuzatib boraman. Darvoza, yangi darvoza qo'yganman. O'zimga territoriyamda bitta turibdi, o'zi asli deyaptilar, lekin menga yoqmayapti, ichi yoqmayapti. Nimaga? Burchaklar cho'tka emas deyaptilar. Faqat bizda burchak mana qaytini ko'rsataman mana. Mana shu Andijon Asakan darvozasi. Zarlarga yetib olib berasizlar. O'qin nihoyatda o'ta idealni. Xullas til ojiz jimir-jimirlar ko'ryapsizlar, jemchuk. Mana burchaklar, o'qinglar mana. Andijon Asakan darvozasi. Mana. O'ta kurtoq chiqqan xudo xolos. Mana yo'llargacha jemchuk o'xshab turibdi, yaltilab. Xullas ko'p maqtamaymiz. Klientlarimiz o'zi Abdulhay darvozalari qanaqa holatda ish chiqarishini juda yaxshi bilishadi. Sog' bo'linglar, charchamayman.